Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Zelenskiy davrida Ukraina faqat hududlarini yo'qotadi. G'arb Ukraina Rossiya bilan muzokaralar jarayonining rivojlanishidan g'azabda, muzokaralarning yaxshi natija berishi Kiyev rejimini yanada ko'proq hudud yo'qotishiga sabab bo'ladi, dedi amerikalik siyosatshunos Daniel McAdams. Yevropaliklar prezident Trump harakatlari oldinga siljiyotgani, ya'ni Ukrainada va Rossiyada bo'layotgan voqealarga nisbatan yanada real baho berayotgani, har ikki tomon bilan gaplashib, muayyan natijalarga erishayotganidan g'azabda. Ammo yevropaliklarga ukrainaliklarning taqdiri mutlaqo qiziq emas. Ular uchun ukrainlar eng oxirgi o'rinda turadi. Yevropaliklar e'tibor markazida qolish va prezident Trump to'g'ri yo'nalishda harakat qilayotgan paytda chalg'itish uchun hamma narsaga tayyor. Ekspert fikricha, Ukrainaning Vladimir Putin rezidensiyasiga hujum qilishga bo'lgan urinishi shuni ko'rsatdiki, bundan buyon Kiyev rejimining muzokaralardan qochishga bo'lgan har qanday urinishi muqarrar ravishda sezilarli hududiy yo'qotishlar bilan bog'liq bo'ladi. Ukrainaliklar bunday mayda zarbalarni qancha ko'p bersa, Rossiya shuncha uzoqqa siljiydi. O'z xavfsizligini ta'minlash uchun Dneprdan o'tib, tobora ko'proq hududlarni egallashga to'g'ri keladi. Ukrainaliklar buni qanchalik tez anglasalar, shunchalik yaxshi. Ammo Zelenskiy hokimiyatda qolar ekan, buni anglashlari qiyin, deya xulosa qildi McAdams. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov avvalroq Kiyev qaror qabul qilishi va kelishuvlarga kirishishi kerakligini, Rossiya qo'shinlarining hujumkor harakatlari natijasida Ukrainaning mustaqil qaror qabul qilish imkoniyati tobora torayib borayotganini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, muajjaroni davom ettirish Kiyev uchun ma'nosiz va xavfli. Moskva va Tehron gaz yetkazib berish bo'yicha maslahatlashuvlarni davom ettirmoqda. Moskva va Tehron Rossiya gazini Eronga yetkazib berish masalasi yuzasidan maslahatlashuvlarni davom ettirmoqda. Bu haqda Rossiyaning Erondagi savdo vakili vazifasini bajaruvchi Aleksey Yefimov ma'lum qildi. U eslatib o'tdiki, 2024-yil iyun oyida Rossiya va Eron gaz kompaniyalari o'rtasida Rossiya tabiiy gazini Eronga quvur orqali yetkazib berishni tashkil etish masalasini ishlab chiqishga qaratilgan strategik memorandum imzolangan edi. Yakuniy qarorlar qabul qilinib, loyihalarni amalga oshirish muddatlari aniqlangach, ular shubhasiz rasmiy ravishda e'lon qilinadi. Hozircha esa shuni aytishimiz mumkinki, har ikki tomon ham qiziqish bildirgan. Maslahatlashuvlar davom etmoqda, dedi savdo vakili. Uning so'zlariga ko'ra, energiya resurslarini yetkazib berish sohasidagi hamkorlik Rossiya-Eron munosabatlarining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u kengroq energetik kooperatsiya va mintaqaviy bozorlarni rivojlantirish kontekstida ham ko'rib chiqilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-yil yanvar o'rtalarida Eron yo'nalishidagi gaz quvuri loyihasi amalga oshirilsa, kelajakda Rossiya gaz yetkazib berish hajmi yiliga 55 milliard kub metrga yetishi mumkinligini aytgandi. Biroq u avval kichik hajmlardan yiliga 2 milliard kub metrgacha boshlash kerakligini qo'shimcha qilgan. Rossiya energetika vaziri Sergey Tsivilyov esa aniqlik kiritib, Rossiyadan Eronga tortiladigan gaz quvuri Ozarbayjon hududi orqali o'tishini, tomonlar hozirda muzokaralarning yakuniy bosqichida ekanini va gaz narxi bo'yicha kelishib olayotganini bildirgan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.